Xo'p do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi, to'g'rimisizlar? Xo'p, bugun muhim bir ya'ni любой trader bilish kerak bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. O'tgan darsda liquidity nima, likvidlar qayerda bo'ladi mavzusida darslar qilgandik. Juda ham ko'pchiliklar yaxshi izoh qoldiribsizlar. Ba'zi bir donami, ikki dona negativ fikr ham bo'lgan ekan. Kelinglar mana shu negativ fikrdan boshlaymiz. Ya'ni o'tgan safar stop loss, bozorda stop loss yig'ish, stop urish degan narsa yo'q deb ta'kidlab ketgan edim. Bugungi videoda inshaalloh mana shu narsani sizlarga ham mantiqan, ham o'zim bilganimcha ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, bitta negativ yozganki, bozorda stop loss yig'iladi, ya'ni stop urib ketadi degan. Mana shu mavzu bugungi mavzu bo'ladi. Bozor haqiqatda stop oladimi yoki olmaydimi? Xo'p, olsa nima bo'lish kerak, olmasa nima bo'lish kerak va bu narsani bilish qanchalik muhimligini men sizlarga tushuntiraman. Xo'p, o'tgan dars qisqacha eslab olamiz. Ya'ni bozor talab va taklifdan iborat dedik. Bozor ikki qismga, potensial ob'yomga va real market ob'yomga bo'linadi dedik. Potensial ob'yomlar stakanda limit order bo'lib turadi. Real ob'yomlar narxni harakatlantiradi, ya'ni o'sha limitlarni ijro qiladi dedik. Xo'p. Endi do'stlar, qaranglar. Bir narsani kelishib olaylik, hurmatli negativ. Bozor mexanizmi, mana bitta savol beraman. Misol uchun kim qaysi strategiyani o'rgangan bo'lsa, qanaqadir teoriya o'rgangan bo'lsa, qanaqadir logika o'rgangan bo'lsa, stop loss yig'ishligi haqida sizlarga bitta savolim bor. Bozor talab va taklif asosida harakat qiladimi, yo'qmi? Agar yo'q desanglar, bunda isbotlab beringlar, nimani evaziga harakat qiladi? Talab va taklif asosida harakat qilmasa, nimani evaziga? Nimani evaziga? Mana shu narsani sizlar javob berishinglar kerak. Va ikkinchisi, demak kecha market sell, ya'ni market real va market buy va nima dedik? Limit sell va limit buy dedik. Ya'ni limitlar potensial ob'yom, marketlar real ob'yom dedik. Mana shular talab, taklif, potensial taklif va potensial talab hosil qiladi dedik. Endi sizlarga savol. Stop loss nima? Ordermi, likvidmi, nima? Mana shu negativ qoldirgan kommentariyada men javob berdim. Aytayaptiki, stop losslar ham likvid hosil qiladi deyapti. Likvid bu ob'yom bu. Yo siz sotishingiz kerak, yo sotib olishingiz kerak. Stop loss talabmi, taklifmi deb unga ya'ni javob qaytardim. Menimcha miyasi zamikayni berib qoldi, chunki stop lossni talab yoki taklifga ajratib farqiga bormadi. Endi qaranglar. Stop loss ham take profit ham rus tilida stop prikaz deyiladi. Nima degani u stop prikaz? Prikaz degani nima degani? Ko'pchiliginglar rus tilini yaxshi bilasizlar. Prikaz degani bu buyruq degani. Buyruq. Ya'ni bu biz taklif beramizmi yoki talab qilamizmi? Ya'ni bozorga sell bilan kiramizmi, buy bilan kiramizmi? Bozordan chiqishligimiz uchun qo'yilgan buyruq. Buyruq. Bu bozorga chiqmaydi. Bozorda ko'rinmaydi, bozorda likvidlik hosil qilmaydi, bozorda order bo'la olmaydi. Bu prikaz. Bu biz ishlayotgan broker tarafidan, terminal tarafidan qo'yiladigan prikaz bu. Bu bozorda hech narsa hosil qilib bera olmaydi. Stop loss ham, take profit ham. Tushundinglarmi? Gap qayerda? Bu xuddi budilnikka o'xshaydi. Misol uchun siz 6 da turaman dedingiz, to'g'rimi? Budilnik qo'ydingiz. Siz stop loss qo'yganingizda $200 zararda bozordan chiqaman.
va o'sha narxga yetganda просто broker sizni orderingizni yopib yuboradi. Bu umuman likvidity bozoriga ta'siri yo'q bo'lgan narsa. Kimdir sizni stop lossingizni o'rib ketadi, qanaqadir market maker ovlaydi. Unaqa narsalar nima uchun bozorda stop loss yig'ilmasligini bilishlikning muhim tarafi shu. Muhim tarafi shu. Ya'ni bizni analiz usulida to'g'ri yo'lga yondashishimiz kerak. To'g'ri yo'l tanlashimiz kerak. Agar siz bozorda endi tasavvur qiling, men sizga zararni aytaman. Agar siz bozorda qanaqadir igroklarmi stop loss yig'adi degan dunyo qarash bilan tradingni o'rgansangiz nima kelib chiqadi? Misol uchun stop loss yig'adi. To'g'rimi? Stop loss yig'adi degan fikr bo'lsa sizda, nimaga ishonasiz? Birinchisi manipulyatsiyaga ishonasiz. Manipulyatsiya. Ikkinchisi patternlarga ishonasiz. Mana bunaqa pin bar, musor barlarga. Xo'p, undan keyin nimaga ishonasiz? Fake out ga ishonasiz. Ложный пробой deydi. Fake out. Va to'rtinchisi nima? Boyagi likvid urinlarning tagida stop losslar bo'ladi, stop losslarni hunt qiladi, ya'ni ovlaydi. Stop hunt ga ishonasiz. Stop hunt. Stop hunt. Va bu narsani davom ettirish mumkin. Cheksiz davom ettirish mumkin. Xo'p. Agar bozorni talab va taklif mexanizmi boshqarsa, sпрос ko'paysa, narx ko'tarilsa, предложение, ya'ni taklif ko'paysa, narx tushsa, bunda bu narsalar nima kerak? Bu narsalar. Qaysi biri bu talab taklif? Qaysi biri talab taklif? Manipulyatsiya, talabmi, taklifmi? Pimba nima bu? Вообще musor. Fake out nima degani u? Fake out. Fake out nima? Yolg'on buzilishmi nima? Stop hunt, ya'ni stopni ovlash nima? Qanaqa? Ya'ni bu narsalar hammasi blogerlar tarafidan, men ularni trader demayman. Mayli u o'zimizda chiqmagan bular aslida. Shu Yevropadan, o'sha chet eldan keladi. Blogerlar tarafidan qilingan narsalar deb hisoblayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Kimdir qo'shiladi, qo'shilmaydi, uni o'zi biladi. Ya'ni ular ham sizga menga o'xshagan odam. O'tirib olib, bir nimalarni chizib, mana shunaqa narsalar o'ylab topgan. Keyin misol uchun vaqt bilan ishlaydigan strategiyalar. Bozorda narx bor, do'stlar. Misol uchun bizni narxning ko'tarilish zonamizga soat 12 da keladimi, ertalab 6 da keladimi, bu narsa bo'ladi. Ya'ni vaqt bilan ishlaydigan narsalar, bir nerealniy narsalarda umuman talab va taklif degan narsani inkor qilib tashlaydigan narsalar. To'g'ri, tezlashishligi bor. Ya'ni misol uchun ishtirokchilar ko'payishi, sessiyalar, Amerika sessiya payti misol uchun yuzidagi paraga taalluqli bo'lgan narsalar tez ishlaydi. Chunki likvidnost oshadi. Agressiv harakatlar boshlanadi. Bu narsa bozorga ko'p ishtirokchi kirganligida. Endi yana matematik ildizosti lagafirm bir balo-balovattirlar. Bir nimalar. Logika qani? Logika. Talab va taklif. Agar to'g'ri bozor talab va taklif emas, ildizosi bilan yuradi deb o'ylasanglar, unda to'g'ri. Unda sizlarning to'g'ri, sizlarga bir narsani tushuntirib ham bo'lmaydi, tortishdan ham foydasi yo'q. Xo'p, endi qaranglar. Bu stop lossga ishonganimizda, stop loss yig'adi degan narsaga ishonganimizda shuncha muammo chiqadi. Oxiri yo'q buni. Matematika bir balo, bunaqasiga chiziqlar, xullas gan-pan balovatlar, xullas chegarasi yo'q narsa. Ketaveradi yani. Endi qaranglar. Mana shu yerda fikrlashimizni 180 gradusga o'zgartiramiz. Ya'ni qoida qo'yamiz. Bozor taklif va talabdan iborat va stop loss yig'ish degan narsani inkor qilamiz. Inkor qilamiz. Nima qoladi? Bizda talab va taklif qoladi. Talab va taklif qoladi. Va talab va taklif bu bozorni asosi deb bilsak, bu narsani bizga ob'yom beradi. Va ob'yomni nima qilishligimiz kerak? Talab, misol uchun taklif zonalarni olishimiz kerak.
zona. Avval talab qilingan va hozir talab qilingan yoki avval taklif qilingan yoki hozir taklif qilinayotgan zonalarni olishligimiz kerak. Va bu zonalarga narx borib, yana ob'yomni kuzatishligimiz kerak. Agar yana taklif kirishni boshlasa, yana narx davom etadi. Agar reaksiya ko'rsatmasa, u zona buziladi. Bo'ldi. Oddiy logika shu. Agar talab va taklif mezoni bilan tradingni o'rgansangiz, bozor stop lossdan emas, stop loss order ham, limit ham, likvid ham hech narsa hosil qila olmaydi. Faqat talab va taklif bor degan mezon bilan agar tradingga kiradigan bo'lsangiz, ключini boshqalarga nisbatan ertaroq topasiz. Boshqalarga nisbatan ancha erta topasiz. Tushunyapsizmi? Nima uchun bu narsa muhim? To'g'ri yo'nalishga tushib olishligimiz muhim. Men ham ob'yomli analizga kirganimdan keyin birdan bu narsalar miyaga zapis bo'lmagan. Hozir ko'pchilik aytadi, ob'yomli analiz qiyin ekan deydi. Yaxshi bo'lsa ham qiyin ekan deydi. Yo'q, aslida siz tushunganingizcha qiyin bu narsa. Aslida o'ta oson. Endi va ungacha ob'yomli analizni ko'rib, bozorni kuzatib, qayerda ko'proq prodaji bo'ladi, qayerda misol uchun absorpsiya bo'ladi va narxning harakati nimaga bog'liq, qayerda talab ko'proq o'sha joydan yana reaksiya oladi, qayerda taklif ko'proq o'sha joydan yana reaksiya oladi degan narsaga kelgunimcha mana o'sha sizlar aytgan balobattar bir narsa уровень, zerkalniy уровень, yana patronlar, SNR, QMTR, engulfing, nima xullas eslagim ham kelmaydi, birosa umrimiz zoya bo'lgan tarafi mana shu. Lekin bu narsaning logikasini tushunganimdan keyin, ya'ni bir zonadan ob'yom kirgandan keyin narx balans bo'lib harakatlanishini bilganimdan keyin faqatgina mani lug'atimda taklif va talab degan narsa qolgan. Va undan keyin menga bozor soddalashib ko'ringan. Va bundan oldingi darslarda ham, shu paytgacha ham faqat ob'yomli analiz deganimda imенно mana shu ikkita narsani men sizlarga taklif qilayotgan bo'laman. O'shaning uchun do'stlar, bozor hech qanaqa stop loss yig'maydi. Stop loss bu order bo'la olmaydi. Stop loss bu limit bo'la olmaydi, likvid bo'la olmaydi. Stop loss bu shunchaki stop prikaz. Ya'ni broker tarafidan qo'yiladi. Shu narxga borsa siz chiqib ketasiz, foyda bilan yoki zarar bilan. Bo'ldi, bu narsaning bozorga umuman ta'siri yo'q. Inshaalloh men sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Hali ham agar bozorda stop yig'adi degan kimda fikr bo'lsa, sizlarga savolim, stop loss talabmi, taklifmi? Agar bozor talab va taklif mexanizmida harakat qilsa, agar sizlar bozor talab va taklifga bo'ysunmaydi desanglar, unda nima asosida yurishligini menga kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi ba'zilar newsda chiqsa, misol uchun, bozor riski skachok bersa, bu talab taklifga qaramadi, bu palonchining gapiga qaradi deydi. Palonchi gapirganda, bir katta odam gapirganda, bozorda nima paydo bo'ladi? O'shaning gapiga qarab katta taklif yoki spros paydo bo'ladi. Baribir talab taklifga boraveradi bu narsa. O'shaning uchun do'stlar, kim agar yana ham hozirgi gapim, kim bozor talab taklif bilan yurmaydi deb hisoblasa, kim Fibonacci bilan yuradi, shunaqa fikrlar bor-ku, falonchi o'rinda kimdir yotadi deb, katta igrok deb o'ylasa, yoki stop loss yig'adi deb o'ylasa, bozorda inshaalloh isbotlab bersanglar, men jon deb sizlar aytgan narsaga rozi bo'laman. Lekin meni fikrim, bozor talab va taklif va bu narsada mezon sifatida bozordan o'zidan qoldirgan taklif zonalarini olishimiz kerak yoki talab zonalarini narxning kelib shu joydan yana ob'yom kirishligini kutishimiz kerak. Mana shu asos eng to'g'ri yo'l deb hisoblayman. Hammanglarga rahmat. Izohlarni kommentariyada kutaman.